Hop, hammaga assalomu alaykum. Yangi obyektimiz ishlarini boshlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin, sport zal. Faqat sport zalning o'zi bu yerga tushganimizga bir haftacha bo'lib qoldi. Panellar uстановка qilingan, hop bu yerda ko'rinmagan. Biz hozir kortda polni montaj qilyapmiz. Polni наружный. Уже xudo xohlasa yakun arafasidamiz. Bugun xudo xohlasa hamma korplarni yopib tayyorlab chiqamiz. Ertadan polni narsalarni bizga fikr-chatir uстановкалariga tushamiz xudo xohlasa. Korplarni tortishilishiga o'zlaringiz baho berib ketasizlar. Bu yerda kor bo'lgan sababi hozir mana bu tomonga gipsa karton, lekin tashqari tomon polnisida sandwich panel mana bunaqa narsa mana. Hop, sandwich panel bilmaganlar uchun ko'rsatib o'taman. Ichida mana shunaqa bazalit bo'ladi. Buni ichidan montaj qilishga iloji yo'q. Hop, gipsa kartonni ichidan qilsa bo'lar edi. Afsuski biz o'sbet qilmadik. İşimiz ko'pligi hisobiga joyning egasi ham polni narujni qilishga rozi bo'ldi. Hop, mana bunaqa profilni aylangan joylariga mana bunaqa resheniya qilganmiz. Kabel chiqqan joyga gofra kiydirib aylantirib o'tganmiz. Buni ko'rishingiz mumkin hamma joyni. Hop, mana bu yerda imtihonimiz bor. Bu yer uzil voda. O'sha katta nimasi pichkasimi, nima deydi? Shu aristoni bizning glavniy shitimiz, to есть glavniy emas u. O'sha birinchi kirib kelish tokim shu yerda bo'ladi. Bu ishqarak ketish kabeli, buni hali yana olib kelamiz. Bu yerni ham montajini qilganmiz, keyin qilamiz, taxlab chiqamiz. Xudo xohlasa ishlarimizni ertaga yakun qilsak, syomkada ko'rsatib o'tamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga yo'qotmaylar.